Adamlarning ishlari bo'yicha mendan hamma tuzamachilarning jahli chiqqanmish sababi 1 litrli marinovka bonkani tuzlashni o'rgatganligim uchun. Bugun ham ozgina jahligini chiqaramiz, sababi sizlarga mani qishi bilan duo qilib yeydigan, qishda bemalol turib beradigan baklashkaga sho'rboning tuzlashni o'rgataman. Naborlarimizni xuddi ko'rib turganingizda chesnok, bolg'ari, murch va xren ili ukrop solib, naborlarimizni tayyor qilib olamiz va bodringlarimizni bir chekkadan solishni boshlaymiz. Negativ yozish shart emas, yerga to'ktinglar deb videoni kuzatib turinglar. Ma'lumot berib o'taman, biz umuman parninikidan foydalanmaymiz bodringni. Dalani cho'tir bodringdan foydalanamiz va 10 litrli baklashkaga zich qilib joylaganda 5,5 kilo, bemalol qilib joylaganda 5 kilogramm bodring ketadi. Xuddi shunaqa qilib bodringlarimizni joylab olamiz va ketidan sekingina hammasini bir tekisga taxlab olib, suv solishni boshlaymiz. 3 soat yoki 4 soat kamida baklashkalarga suv solib qo'yamiz. 4 soatdan keyin baklashkadagi suvlarni to'kib yuboramiz. Sababi hamma loyqa suvlar chiqib ketishi va dorilar chiqib ketishi uchun bodringlarimiz ancha so'ligan bo'lsa, tirilib olishi uchun. Keyin bo'lsa yo'llarimizni yig'ishtirish esdan chiqmaydi. 3 soat 4 soat bekor turmaymiz-ku. Qaytgancha bitta ma'lumot berib o'tib ketaman yana. Ko'rib turganingizda yo'ligimizda rosa ko'p bodringlar bor edi, lekin bitta reysga sig'dira olmadim. Keyingi reysimda bochka va 3 litrli bonka tuzlashni ham o'rgataman. Menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Baklashkadagi hamma suvlarimizni to'kib yuboramiz va ketidan sho'r bodring solishni boshlaymiz. Biz juda katta ob'yemda qilganligimiz uchun sho'r suvlarimizni bir to'la bochkaga tayyorlab oldik, lekin sizlarga to'liq aytib o'taman. 10 litrli suvga bitta bochka tuz solib o'tasizlar, 900 grammli. Keyin bo'lsa xuddi shunaqa baklashkalarga solib, qopqog'ini qattiq qilib yopib qo'yasiz.